Assalomu alaykum barchaga. Demak, ochiq mavzuyimizda muloqotni boshlaymiz. Barchaga eshitilyapti degan umiddaman. Suhbatni rekord qilib boryapmiz. Zapis qilib boryapman. Xudo xohlasa oxirida rekord bo'lgandan keyin man sizlarga jo'nataman. Savollarga o'tadigan bo'lsak, avvaliga shu izohlarda qoldirilgan savollarni ko'rib chiqamiz. Undan keyin barchaga ochiq qilib, Xudo xohlasa barchasini ko'rib chiqaveramiz. Ketdik. Kimdir avvaliga tasdiqlab olaydimi? Hamma narsa eshitilyapti va ko'rilyapti. Hammasi yaxshi. Juda zo'r. Rahmat katta. Boshlaymiz. Xo'p. Birinchi savol, Research Assistant haqida ma'lumot bera olasizmi? Oxfordda deb aytdi Muhammadjon. Research Assistant bu yerda odatda Research Assistant yoki Research Postdoc Assistantlar bo'ladi. Odatda bular avtomatik tarzda o'sha qaysidir guruhga kerak bo'ladigan bo'lsa, ular reklama qilishadi. Ular reklama qiladigan joy, men sizlarga veb-saytini qoldiraman. jobs.ox.ac.uk. Mana shu joyda barcha ishlarni reklama qilib boriladi. Bu yerda ko'proq chunki pozitsiya ochilgan vaqtda ular reklama qilishga majburiyati bor. Mana shuning uchun ham reklama qilishadi. Xo'p, bir eng ma'qul yo'l mana shu. Ya'ni borasiz, veb-saytga kirasiz va o'ziga yoqqan ishni qidirib turib, bu akademik ish bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam aytaylik administratsion ishlar bo'lishi mumkin. Mana shu joydan qidirib topsangiz bo'ladi. Research assistantlar ham shu yerda bo'ladi. Bular ozgina yuqoriroq darajadagi, ya'ni PhD dan keyingi research assistantga e'tibor qaratilgan bo'ladi. Agar magistraturadan keyin yoki bo'lmasa o'rtasida qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, eng yaxshi usul o'zingizga yoqadigan professorni topib turib, ya'ni mavzu jihatdan ana shu professor bilan ishlay olaman deydigan bo'lsangiz, ana shu professorni topib turib, ular bilan email orqali gaplashsanglar bo'ladi. Email yozasizlar. Odatda professorlar juda ko'p email oladi, lekin deyarli hammasiga javob qaytarishga harakat qilishadi. Yuzlab email oladigan professorlar ham hech bo'lmaganda menda joy bor yoki yo'q deb turib javob qaytaradi. Bu holatda o'zinglarni qiziqishinglarni, ilmiy ishga qiziqishinglarni, mavzuni ozgina universitetda olayotgan baholanglar, ya'ni transkriptlar bilan birga rezyumeni qo'shib jo'natadigan bo'lsanglar, shunda e'tiborni tortib olishga yordam beradi. Davom etamiz. Keyingi savolimiz shu yerda qoldirsak bo'ladimi kommentlarni? Shu yerga yozib qoldirsanglar bo'lardi. Xo'p. Nargiza savol so'rayapti. Master's degree dissertationni qanday successful yozish mumkin? Ya'ni dissertatsiyani qanaqa qilib muvaffaqiyatli yozishimiz mumkin? Shu haqida ma'lumot bersangiz. Ayniqsa nimalarga e'tibor berish kerak? Juda qiziq savol bo'libdi. Xo'p, magistratura ozgina to'g'risini aytadigan bo'lsak, nimaga qarab, universitetga va sohaga qarab turib dissertatsiyalar har xil bo'ladi. Aytaylik, masters by research bo'ladigan bo'lsa, ya'ni researchga asoslangan, ilmiy ishga asoslangan magistratura bo'ladigan bo'lsa, u yerda ilmiy ishga ko'proq vaqt beradi va e'tibor o'sha ilmiy ishni yozishga ko'proq qaratiladi. Agar kurs bilan o'tiladigan magistratura bo'lsa, odatda ko'p joylarda kurs bilan o'tiladigan magistratura, bu yerda ozgina vaqt beradi. Bitta kurs yoki bir yil vaqt davomida research qilishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi asosiy nimaga e'tibor qaratish kerak deydigan bo'lsak, men kecha nimadan o'zim transfer device'dan o'tdim. Shu joyda bir juda yaxshi foydali ma'lumot berildi, ya'ni komment berildi menga. Bu professor aytdiki, senda ilmiy hissalaring har xil, texnik hissalaring bor, meditsina tarafdan qilishayotgan hissalaring bor. Ya'ni juda ko'p mayda contributionlar, hissalaring ko'p. Nima qilishni taklif qilaman dedi. Mana shularni hammasini yig'ginda, ana shularning ichidagi eng katta, gavhar bo'lib yonib turgan, chiroyli katta bo'lib turgan asosiy
contributionlarni o'zingga yig'ib ol va ana shular haqida gapir. Ana shularni aniq qilib ko'rsatib o't. Kerak bo'lsa bullet point birinchi contributionim bu, ikkinchi contributionim bu, uchinchi contribution mana shu deb turib, asosiy gavhar bo'lib yonib turadigan hissalarni olginda va ana shuni bitta to'g'ri storyline deymiz, ya'ni ertaga aytganda bir-biridan uzilmagan holatda davom etish kerak-ku, ana shu storyline bilan birgalikda aytdida. Menimcha juda ahamiyat berish kerak bo'lgan narsa bu doktorantura misolida aytyapti, lekin magistraturada dissertatsiyasi haqida albatta aytsak bo'ladi xuddi shu gapni. Successful yozish uchun yana nimalarga e'tibor berish kerak? Xo'p, asosiy narsa dissertatsiya bo'lganligi uchun ilmiy ma'noda aytadigan bo'lsak, u yerda research gap deymiz, biznes tarafdan qaraydigan bo'lsak, market gap deyiladi. Ya'ni bozorda o'rganasiz va bozordagi yetishmovchilikni aniq qilib olgandan keyin mana shu yetishmovchilikni men mana shu qilayotgan ishim to'ldiradi deb turib aniq qilib ko'rsatib beradigan bo'lsangiz, bu yerda o'sha sizni qilayotgan ishingizga talab borligini isbotlab beradi. Bunda o'sha ozgina literature review deymiz. Literature reviewni qilganingizdan keyin gapni yaxshilab topa oladigan bo'lsangiz va ana shu gapga qanday qilib sizni ishingiz bog'liqligini ko'rsatib bera oladigan bo'lsangiz, sizga katta plyus bo'ladi. Va o'sha aytib o'tganimdek, flowga e'tibor qarating. Juda ko'p holatlarda ko'raman, mana shu research paperlarda o'zida oddiygina research paper 10-15 oraliq paperlarni o'zida ham flow uzilib qoladi. Chunki odatda bir xil vaqtda yozmaysiz, har xil vaqtlarda yozasiz, har xil ma'lumotlarni to'plab olib kelasiz. Yoki bo'lmasam research bo'ladigan bo'lsa, bir qancha odamlar har xil tarafdan yozadi va o'sha yerda flow uzilib qoladi. Ya'ni ketma-ketlik oqim yoki bo'lmasam mavzuni oqimi desak bo'ladi, ana shu narsa uzilib qoladi. Bu yerda o'sha storyline-ga yaxshi e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, ya'ni o'qiyotgan odam adashib ketmaydi. Bu keyingi point, yana bitta point, yaxshi point bu who is your audience? Sizni o'qiydigan odam kim? Ya'ni ilmiy ishingizni o'qiydigan odam kim? U yerdagi odam tasavvur qilsangiz bo'ladi, ana shu sohani ichida ana shu sohani tushunadigan odam deb qarasangiz bo'ladi, ya'ni professor darajasida, ya'ni общий omma uchun yozayotganingiz yo'q, ya'ni detalniy kirish imkoniyati bor. Lekin aytaylik multidisciplinary qilayotgan bo'lsangiz, misol uchun meni holatimda tibbiyot sohasi bilan sun'iy intellekt sohasini bir-biriga bog'lagan holatda qilyapmiz. Demak, bu yerda men qaysidir tarafga yon bosishim kerak bo'ladi va o'zim uchun audiensni tanlab olishim kerak bo'ladi. Men ilmiy ishimni computer science'dagi yoki sun'iy intellektdagi odamlar uchun yozyapmanmi yoki bo'lmasa meditsinadagi odamlar uchun yozyapmanmi? Chunki biri uchun yozsam ikkinchisi tushunmaydi, ikkinchisini uchun yozsam birinchisi tushunmaydi. Ya'ni texnik tarafdan ichiga kirgan vaqtimizda. Ana shu narsani aniqlab oling. Ya'ni sizda multidisciplinary bo'ladigan bo'lsa, audience kim, o'qiydigan odam kim? Chunki men hozir kechagi yozgan reportimda ham meditsinskiy professor, medical science'dagi professor boshini o'qidim, boshidagi 3 varaqni tushundimda, undan keyin detalniy kirib ketganda u yog'ini tushunganim yo'q, bu yoqqa texnikga o'tib ketdi va computer science'dagi professorga ya'ni yondashaman va ulardan so'rayman, texnikskiy tarafini deb aytdilar. Ya'ni xuddi shunaqa holat. Men yozganim ko'proq computer science'ga tegishli bo'lganligi uchun u yerda computer science'dagi professor o'qidi deb tasavvur qildim, lekin ana shu joydagi asosiy menga bergan kommenti ham audiensni aniqlab ol va ana shunga qarab turib kerak bo'lsa boshqatdan yozishing kerak reportda deb aytdi. Asosiy holatlarda menimcha shunaqa. Davom etamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Gap year Azbekdan. Gap year sababidan hayot aslida kechikmasligi va 50 yilda yurtimiz rivoji hamda yurtimizda sohangiz rivoji haqida aytib bersangiz. Bu yerda ikkita savol ekan. Gap year olish, ya'ni universitetdan keyin 1 yil yoki 1,5 yil
dam olib, undan keyin o'qishni davom ettirish, maktabdan keyin keyingi etapga qilish yoki undan magistraturadan oldin dam olish yoki doktoranturadan oldin bir yil dam olish. Uncha hech qanaqa muammo tarafi yo'q. Gap year odatda O'zbekistonda nimagadir negativ qaraladi. Ya'ni hayotingni yutqizib qolyapti degan ma'noda. Lekin gap year meni o'zim tajribamdan foydali bo'lgan. Bakalavriga kirishdan oldin, semestrga kirishdan oldin bir yil gap year olganman. Ya'ni avvalgi 12 yillik sistemada o'qiganman men. Hozirgi holatda yoshlar 11 yillik sistemada o'qiyapti. 12 yillik sistemada o'qiganimdan keyin bir yil gap year olganman va undan keyin bakalavrim boshlaganman. Bakalavrdan keyin magistratura boshlashdan oldin ham yana bir yil gap year olganman. Magistraturadan keyin doktoranturadan boshlashdan oldin ham yana bir yil gap year olganman. Ya'ni gap year olgan vaqtimda, misol uchun Westminsterdan oldin, ya'ni maktabdan keyin ko'proq audience, ya'ni hozir eshitayotgan odamlar shu yoshdagi deb tasavvur qiladigan bo'lsak, u holatda bir yil vaqt olganligim menga qo'shimcha tayyorgarlik qilishga imkoniyat berdi. Va undan ham muhimroq narsasi, bir yil davomida o'zimni dunyoqarashim ancha rivojlandi. Bu narsaga ko'proq e'tibor qaratish kerak deb o'ylayman yoshlar, chunki universitetga kirganda o'sha maktabdagi hayot to'xtab, yangi sohaga mutaxassislashish boshlanadi va u yerdagi hayot boshqacharoq, ya'ni maktabga solishtirganda. Shuning uchun dunyoqarash qanchalik keng bo'ladigan bo'lsa va ana shu boshlang'ich bilimingiz qanchalik mustahkam bo'ladigan bo'lsa, u davr, bakalavr davri juda oson o'tadi. Ya'ni yaxshiroq natijalarga erishish imkoniyati bo'ladi. Misol uchun bakalavr boshlashdan oldin ingliz tilim ham juda yaxshi bo'lgan, matematikam ham juda kuchli qilib olganman. Shuning uchun bakalavr davrida akademik hech qanaqangi qiyinchilik ko'rmaganman. Programmalashtirishdan tashqari, programmalashtirish yaxshi o'rganmaganligim uchun birinchi yil programmingni olganimda rosa qiynalganman. O'shandan tashqari, undan keyin yoz davomida internship qilib narsani yetkazib olganman. Ana shu narsa gap year foydali deb o'ylayman, juda ko'p holatlarda. Hop, keyingi 50 yilda, keyingi savolga o'tsak, 50 yilda yurtimiz rivojiga hamda yurtimizda sohangiz rivoji haqida aytib bersangiz. Keyingi 50 yilda sun'iy katta o'zgarishlar bo'lyapti. Endi hozir 50 yil emas, juda kichkina yillar davomida yoki oylar davomida gapiradigan holat bo'lyapti. Yaqinda Amerikani nimasi kelgan edi. Eng katta politiklardan bittasi bizga kelib prezentatsiya qilgan edi. U yerda o'sha sun'iy bo'yicha juda ko'p katta gaplar ketdi. Aynan Trump o'tirgan vaqtida srazi keldi. O'sha vaqtda e'tibor qaratgan narsam, u odam aytayotgan narsa, ya'ni kelajagi uchun gapirilayotgan narsa yillardan o'sha oylarga o'tishni boshladi. Kelasi 6 oyda, kelasi 8 oyda, kelasi 12 oyda, kelasi 15 oyda degan ma'noda, ya'ni rivojlanish tezligi shunaqangi katta bo'lib ketdi. Hozir 50 yillar emas, 10 yil emas, 20 yil emas, hozir oylarda gapirishni boshladik. Juda qiziq. Hop, endi 50 yilda bir narsa deyish qiyin. Lekin umumiy kelajakdan olib aytadigan bo'lsak, biz O'zbekistonda, boshqa davlatlarda ham sun'iy intellektni kirib borishi, ya'ni to'sib bo'lmaydigan narsa, butun joyga kirib boradi, butun sohaga kirib boradi. Bu xuddaki hozirgi kunda qaysi sohani olmaydigan bo'lsangiz, IT ularning bir qismi, kompyuterdan foydalanish, ana shu biznesni ham yoki korporatsiyani ham yoki bo'lmasam davlat organlarini ham yoki maktablarni ham hokazo, ya'ni ajralmas bir qismi bu bo'ldi. IT, kompyuterdan foydalanish va hokazo. Sun'iy intellekt ham mana shu holatga yetib kelyapti va balki davom etadi deb o'ylayman. Shuning uchun hozirdan aytaman, yoshlarga hech bo'lmaganda sun'iy intellekt qurollaridan foydalanishni o'rganinglar. ChatGPTga o'xshagan yoki bo'lmasam hozir
judayam ko'p turdagi nimalari bor, programmalar bor, veb programmalar bor. Ko'plari tekin, bepulga o'qisangiz, ishlatsangiz bo'ladi. Hech bo'lmaganda shu maktabda o'qiyotgan bolalar ana shu qurollardan foydalanishni o'rganinglar, o'zinglarga keyin katta foyda beradi. Hop, sun'iy intellekt O'zbekistonda boshqaruvdan boshlab, ya'ni politik boshqaruvdan boshlab, ekonomikada ham, aytaylik, tibbiyotda ham, juda ko'p sohalarda, deyarli hamma sohaga kirib boradi. O'zbekiston customer sifatida, consumer sifatida ko'raman, ya'ni tayyor rivojlantirilgan modellardan foydalanuvchi sifatida ko'raman. Bu xuddi Microsoft Office'ni, Word, Excel shunga o'xshagan narsalarni foydalanuvchisi, o'zi yaratuvchisi emas, shunaqa sifatida ko'raman. Bu yerda O'zbekistonda asosiy quroli, resursi bu inson resurslari, yoshlarimiz, ya'ni shu yoshlardan foydalanadigan bo'lsa, o'zgarish tendensiyasi kattaroq bo'ladi. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Mansurbek so'rayapti. Tibbiyot bilan sun'iy intellekt bir-biriga integratsiya qilganingiz meni geografiya bilan sun'iy intellektga integratsiya qilishga ilhom bergandi. Sun'iy intellektni o'rganish va uni o'z sohangizda qanday foydalanishingiz va uning kombinatsiyasi qanday natija berishi haqida ham aytib bera olasizmi? Geografiyada sun'iy intellekt foydalanish juda ahamiyatli. Magistratura qilayotganimizda biz ham bir marta shu geografiya sohasiga bog'liq holatda qilganmiz. Bu object detection, ya'ni obyektlarni avtomatik tarzda nimadan Google ya'ni rasmlarni yuqoridan olgan holatda avtomatik tarzda aniqlashni qilganmiz. Research paperimiz ham bor u bo'yicha. Hop, geografiyada umuman oladigan bo'lsak, juda ko'p applicationlari bor. Bular o'sha aytaylik yuqoridan, ya'ni sun'iy yo'ldoshdan, shu o'zib berayotganim, sun'iy yo'ldoshdan olingan rasmlarni analiz qilish ko'pincha holatda va u analizga asoslanib turib qarorlar chiqarish. Bitta misol aytishim mumkin. Yaqinda bir inson bilan ko'rishganimizda o'zini proyektini aytib bergandi. Koreyadagi o'zbek yigitimiz, akamiz esga oladi. Ular o'sha sun'iy yo'ldoshdan olingan rasmlarni analiz qilishgan. U yerdagi rasmlar qanaqa? Suvga, ya'ni kemada ochiq suvga chiqqan, okeanga yoki dengizga chiqqan odamlarni favqulodda holat bo'lganda avtomatik tarzda shu favqulodda holatni aniqlab olish va ularni unaqaga report qilish, bazaga report qilish va report qilganda yordamchi kuchlar yetib borishi. Bu narsa juda qiziq application. Bunaqangi applicationlar juda ko'p. Yana geografiyada o'sha nimalarni predikt qilsa bo'ladi, kelajakdagi holatini predikt qilsa bo'ladi. Bu aytaylik favqulodda holatlar, shu suv toshqinlari yoki bo'lmasam vulqon otishi, shunga o'xshagan narsalarni avtomatik tarzda ishlatsa bo'ladi. Integratsiya qilish juda foydali deb o'ylayman. Bu yerda ya'ni foydalanuvchi sun'iy intellekt modellarini foydalanish sifatida juda ko'p applicationlari bor. ChatGPT bilan gaplashadigan bo'lsangiz, bu men aytayotgandan ham ko'ra ko'proq integratsiyasini aytadi. Hop, savolga javob berdim deb o'ylayman. Keyingi savolga o'tamiz. Ali so'rayapti. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men research intern sifatida birinchi research projektimni tamomlash arafasida turibman. Was integration of manifold mixer fault latent signals into NN unit. Yaqinda yangi labda magistratura sifatida ish boshlayman va men o'ylantiradigan savol General CV va Medical Computer Vision orasidagi tanlov. O'zim shaxsan ko'p bo'lmasa Medical CV tajribam bo'lgani uchun shu yo'nalishda shu yo'nalish bo'yicha ketmoqchiman, lekin career opportunities tomonlama xavotir bor. Shu mavzuda aytib beradigan bo'lsak, ho'p, umumiy
kompyuter ko'rishi sohasi, ya'ni intellektni bir sohasi va tibbiyotdagi uni ko'rinishini ko'radigan bo'lsak, career opportunity, ya'ni karyera qilish jihatidan menimcha hech qanaqa muammo yo'q. Bu O'zbekistonda bo'lsin yoki bo'lmasam chet davlatlarda bo'lsin, menimcha bu yerda tanlovingiz o'zingizni qiziqishingizga bog'liq deb ayta olaman. O'zingiz umumiy holatda General CVga ko'proq qiziqadigan bo'lsangiz va optionlarni ko'proq qolaman deydigan bo'lsangiz, yaxshi. Lekin Medical CV bu magistratura qilaman deb aytdingiz. General CVdan ham qaysidir bitta sohaga specialize bo'lganingiz menimcha yaxshiroq. Lekin qiziqishingizga asoslanib turib tanlov qiling. Career opportunity tarafdan hech qanaqa muammo yo'q deb bilaman. Butun O'zbekiston bo'yicha hozir o'sha intellektga katta e'tibor qaratilyapti va meditsinskiy bozor deyarli bo'sh. Ya'ni qilinayotgan kichkina ishlar ko'p, lekin asli bir katta gigant bo'lib chiqqan hech qanaqa bozorni egallay oladigan hech qanaqa produkt yo'q. Ya'ni bozor bo'sh, siz uchun ochiq holatda turibdi. Chetga qaraydigan bo'lsak, chet elda juda ko'p meditsinskiy kompaniyalar, bular farma kompaniyalar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam Siemens, Philips o'xshagan kompaniyalar, ya'ni ular medical CV bo'yicha eng gigantlari ana shular. Ya'ni Google, Facebookga o'xshab turib, gigant bo'lgan eng katta kompaniya bu o'sha Siemens, Philips, shunga o'xshagan kompaniyalar. Undan tashqari o'sha hozir Google'ni o'zida Google Health bor, Microsoft Health bor, Facebook'da o'ziniki bor va hokazo. Ya'ni har bir nimani o'zida, gigant kompaniyalarning o'zida medical tarafdan ya'ni guruhlari bor. U guruhlar hozir asosiy ikkita mavzuda, computer vision tarafdan foundation modellar bo'yicha ishlashyapti. Undan tashqari biologik tarafdan, ya'ni DNK, RNK analizlarini rivojlantirish bo'yicha ish olib borishyapti. Ya'ni umumiy qiladigan bo'lsak, career opportunity'lar judayam ko'p dunyo miqyosida. Va O'zbekistonda aytib o'tganimdek, bozor bo'sh, ishlash imkoniyati bor. Keyingi savolga o'tamiz. Oyibek, assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'zbekiston Xalqaro Islom akademiyasida axborot xavfsizligi boshqarish mutaxassisligi bo'yicha magistraturani tamomlaganman. Bizdagi master's degreelar course based hisoblanadi. 5dan 8 olganman. Hozir xususiy universitetlarning birida dars beraman. Niyatim top 100talikka kirish, data analitika bo'yicha PhD yoki magistratura qilish. Menga qanday maslahat berasiz? Top universitetga kirish uchun hozirgi holatni PhD topshirish kirish imkoniyati qanchalik? Ya'ni GPA va kurs based magistratura. Hop, Oybek, bu yerda PhD ga topshirish uchun agar research project qilgan bo'lsangiz va publication qilgan bo'lsangiz, PhD ga topshirsangiz bo'ladida. Bu yerda o'sha bitta yoki ikkita research paperlar publish qilgan bo'lsangiz, to'g'ridan-to'g'ri PhD ga topshirsangiz bo'ladi. Lekin PhD bilan magistraturani ikkalasini orasida aniq bir xulosaga kelmagan bo'lsangiz, balki magistraturani ko'rganingiz afzalroqdir. Chunki PhD agar Yevropani oladigan bo'lsak, o'rtacha 4 yil, Amerikani yoki shunga o'xshagan Amerikaga asoslangan o'qishlarni oladigan bo'lsak, ular 5-6 yil davom etadi. Ya'ni yaxshigina dedication qilishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun magistraturalarni ko'rsangiz bo'ladi. Agar researchingiz kuchsiz bo'lsa, shu tarafdan kuchaytirib olasiz va sizga 1 yil yoki 2 yil davomida magistratura qilish, doktorantura qilamanmi yoki yo'qmi degan savolga, qilishim kerakmi yoki yo'qmi degan savolga javob ham chiqarib beradi. Undan keyin ya'ni zinapoyadan chiqishda ham yordam beradi. Misol top 100talikka kirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, magistraturani agar top 200talikda qilsangiz, doktoranturani top 100talikka qilish juda ham osonlashadi. Hop. Endi axborot xavfsizligi. Undan tashqari hozir sizda doktorantura mavzusi, umuman sohani ozgina o'zgartirmoqchiman deb aytyapsiz. Chunki axborot xavfsizligini boshqarish, ya'ni cyber securityni o'zi ham emas, cyber security management bo'lyapti.
ya'ni biznes sohasidan hozir data analitikaga o'tmoqchi bo'lyapsiz, magistratura sohalarini ko'rib ko'ring. Ya'ni mana shu sohada magistraturani ko'ring va top 100talikka kirish imkoniyati bor va katta deb o'ylayman. Funding qilish ozgina muammo, lekin bu narsani avvaliga topshirib o'qishga kirib bo'lganingizdan keyin bosh qotirsangiz bo'ladi. Top 100talikka kirishda hop, data analitika bo'yicha ko'p universitetlar hozir programmalarni taklif qilyapti. Ana shu top 100talikka nima qilsangiz, target qilsangiz, o'zingizni haligi targetlaringiz backup turib, ya'ni nafsaki suvchi holatlariga top 300talikka ham topshirib qo'yadigan bo'lsangiz va o'ldi degan joyda top 500talikka topshirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni top 100talikdan aytaylik 2-3 universitetga, top 300talikdan 2-3 universitetga, top 500talikdan 2-3 universitetga topshiradigan bo'lsangiz, shansingiz katta bo'ladi. Top 100talikni o'zida ham agar portfolioni yaxshi qila oladigan bo'lsangiz, kirish imkoniyati bor va katta. Qo'rqmasdan qilish kerak. Ya'ni juda ko'p holatlarda Oxford kabi, Cambridge kabi universitetlarga kirish judayam yuqori va judayam qiyin deb turib, odamlar o'ziga oldiga devor qo'yib oladi, ya'ni to'sib qo'yib oladi. O'sha narsani qo'ymasdan topshirib ko'rish kerak demoqchiman. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Men hozirda kimyo sohasi bo'yicha O'zbekistonda magistratura tahsil olaman. PhD Data Science ni kimyoda qo'llash bo'yicha ilmiy ish qilmoqchiman. Qanday maslahat berasiz? Nimadan boshlashim kerak? Shunaqa ikkita sohani integratsiya qilish bo'yicha alohida data science kurslari bormi yoki asosiy qismlarini o'rganib olib sohadagi ma'lumotlarni yig'ib o'zimiz qo'llashimiz kerakmi? Kimyo sohasida aniq kimyo sohasini, ya'ni yakka kimyo sohasini o'zini bilmas ekanman. Hozir eng ko'p nima kimyo plus biologiya, ya'ni biochemistry bo'yicha bo'lyapti. Ya'ni ikkala sohani joylashgan, ya'ni biologiya bilan kimyo bog'langan ikki soha da data science va aytaylik sun'iy intellekt katta e'tibor bilan o'rganilyapti. Ana shu sohani ko'rsangiz bo'ladi. Kimyo bo'yicha o'qisangiz va biologiyani ham bilsangiz kerak. Shuni integratsiyasini ko'rsangiz bo'ladi. Biochemistry bilan data science /AI ni integratsiyasini ko'rsangiz bo'ladi. Juda katta e'tibor bo'lyapti. Ya'ni bu yerda o'sha aytib o'tganimdek foundation modellar qurish, AlphaFold bo'yicha eshitgan bo'lsanglar kerak. U yerda o'sha DNKlarni nima qilish bo'yicha, analiz qilish bo'yicha programma, ya'ni contribution yaqinda nima ham oldi, u narsa bo'yicha Nobel mukofotini ham oldi. Ana shu soha bilan qiziqib ko'rsangiz bo'ladi. Hop, aynan PhD in data science in chemistry ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu joyda menimcha ilmiy guruhlarni qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Aynan shu soha bo'yicha ishlayotgan, ana shu soha bo'yicha ishlayotgan ilmiy guruhlarni qidirib, professorlarni qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Ularni ishiga asoslanib turib nima research proposal qilsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasam bog'lanib turib mana shu sohada ishlamoqchiman desangiz bo'ladi. Bu O'zbekistonda biroz qiyinroq bo'lsa kerak, chunki juda ham spesifik, juda ham aytaylik spesifichniy savol, ya'ni mavzu. Dunyo miqyosida ko'radigan bo'lsangiz, aniq bor, juda ko'p joylarda bor. Oksfordda ham bu soha bo'yicha ish qilayotgan professorlar bor. Shu professorlarning portfoliolarini ko'rib turib, ularni qilayotgan ishiga asoslanib turib proposal yozsangiz bo'ladi demoqchiman. Ya'ni aytoladiganim shu. Xo'p, davom etamiz. Oxfordda CVC yo'nalishi bo'yicha topshirmoqchi edim, lekin qabul yopilibdi. Hozirda Cambridge MPhil Data Intensive Science yo'nalishi bor ekan. Shunga topshirishni maqsad berasizmi yoki Master Science'ga topshirgan ma'qulroqmi? Data Intensive Science'ni ko'raychi, bu degree programmamikin? MPhil ekan. MPhil bo'lsa topshirsangiz bo'ladi. Soham Computer Science, University of London'da first class bilan tugatganman. Backend developer sifatida ishlayman. Sun'iy intellekt bo'yicha bir qancha loyihalarimiz bor.
demo sifatida Kembridjga kirish ehtimoli qanday deb bilasiz? Kembridjga menimcha University of East London ya'ni yaxshi universitet, rankingi juda yaxshi universitet bo'lib ham Londonda joylashgan. Shuning uchun tranzitsiya qilishingiz Kembridjga yoki Oksfordga o'xshagan joylarga tranzitsiya qilish imkoniyati katta. Computer science bo'ladigan bo'lsa, undan ham yaxshi, chunki computer science qattiq og'ir kurs hisoblanadi. O'sha nimaga tegishli sohalarga, data science ga tegishli mavzularni, o'sha linear algebra, calculus, probabilities, programming, OP programming bo'yicha baholaringiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sizda katta naqa bo'ladi, advantage bo'ladi. Undan tashqari computer science o'zida machine learningga tegishli kurslar qilgan bo'lsangiz yana ham yaxshi, shuningdek tegishli kurslar qilgan bo'lsangiz yana ham yaxshi, katta shans beradi. Hop, birinchi qismi data intensive science ga topshirsam bo'ladimi deb aytyapsiz. MPhil ekan, bu Masters of Philosophy deyiladi. Bu unaqa bilan magistratura bilan bir xil, Master of Science bilan bir xil. Prosta Oxford bilan Cambridge juda eski universitetlar bo'lganligi uchun mana shu titlelar hozirgacha qolgan. MPhil, DPhil kelgan ba'zi sohalar science bo'lishi kerak bo'lgan sohalar art bilan boshida chiqib qolgan va shu bo'yicha misol uchun Masters art in biology mikin shunaqa Doctor of Arts in Biology shunaqa nimalari bor. Ya'ni bu eski nomlari umuman olib qaraganda nimasi bilan qiymati bir xil. Hech qanaqa computer Masters of Science bilan MPhil bir xil narsa. Qiymat jihatdan topshirsiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek, bu yerda magistraturaga topshirayotgan bo'lsangiz, bir vaqt o'zida bir qancha universitetlarga topshiringlar va imkoni boricha sonini ko'paytirish kerak. Bilaman, application feelari bor. Lekin shu joyda ozgina application feesiga ko'zinglarni yumib turib topshiradigan bo'lsanglar, imkoniyatlar kengroq bo'ladi. Va topshirayotganda shu kategoriyaga, 3 ta kategoriyaga bo'lib olinglar. Eng topoviy universitetlar, ya'ni o'zinglar target qilayotgan, o'zi topshirsam bo'ladimi yoki yo'qmi, olisharmikin deb o'ylaydigan universitetlar, bu yerdan 2-3 ta, 4 ta, 5 ta imkoni boricha ko'proq kelgan o'zinglarga mos deb o'ylaydigan universitetlar, target universitet. Bu misol uchun sizni holatingizda top 100 ta, top 150 ta universitetlarga bemalol qo'rqmasdan topshirsangiz bo'ladi va undan keyin backup universitet, bu top 350dagi qolgan universitetlar bo'lishi mumkin. Bu nafs absolute hech narsa istamay qolgan holatda u yoqda ham offers bor bo'ladi. Topshirish kerak. Hech qanaqa narsa yutkazmaysiz. Keyingi savol. Bahriddin, Oksforddagi ilmiy faoliyatingiz davomida singlchilik tibbiyotni qaysi kesishma nuqtalarini sizni eng hayratlantiradi? Qiziq savol bo'ldi. Aytaylik. Soqolingizni tashqariga chiqarib yotasizmi, ichkariga chiqarib yotasizmi desa, o'ylab ko'rmagan ekanman deydi. E'tibor bermagan ekanman deydimi? Hop, tibbiyot bilan qaysi kesishmalari? Menga hozir eng qiziq bo'lib turgan joyi o'sha DNK, RNK darajasidagi analizlarni integratsiya qilish bo'lib turibdi. Bu shaxsiy qiziqishimdan kelib chiqib aytyapman. Bu yerda o'sha inson o'zi qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan, ya'ni ma'lumotni analiz qilish imkoniyatiga ega bo'lmagan holatda singlchilik ana shu ma'lumotlarni to'g'ri va aniq qilib analiz qilib beryapti. Misol uchun mana shu AlphaFoldni ko'radigan bo'lsanglar, agar ana shu AlphaFoldsiz insoniyat ilmi hali ancha orqaga qolib ketgan bo'lardi. Bu ya'ni ilm chegarasini anchagina ochib berdi deb ayta olaman. Biologiya tarafdan. Maxsus biologiyam juda ham kuchsiz. Agar bo'lganda shu joylarda biologiyadan qiynalganman. Xo'p, undan tashqari singlchilik bilan medical science
yana bitta qiziq hayratlantirgan tomoni biz universitet ya'ni biz o'zimizni komandadagi ilmiy ishlar 15 yil plus davom etib kelyapti. 15 yildan ko'p bo'ldi. Ya'ni ma'lumotlar o'sha davomida yig'ilib kelyapti. Ya'ni professor 15 yil oldin qiyinchilik qanchalik muhim bo'lishligini yoki to'g'riroq aytadigan bo'lsak, ma'lumot qanchalik muhim bo'lishligini tushungan holatda 15 yil oldin ma'lumot yig'ish boshlagan va hozirga kelib hozir dunyo bo'yicha eng katta ma'lumot bazasi bizni komandada deb ayta olaman, ya'ni tibbiyot tarafdan 250 mingta bemorlarni ma'lumotlari yig'ilgan va bu narsa yig'ilib boryapti yana ham. Va ana shu narsani ko'ra olib investitsiya qilib 15 yil davomida tishini tishiga qo'yib kelgan va natijalar mana endi kelyapti. Bu shu eng topoviy jurnallarda, Lancetda, New England Najmda, New England Journal of Medicine, keyin Nature'da shunaqangi qatorasiga paperlar hozir kelib kelyapti va u paperlardan muhimroq narsasi bu shu qurilayotgan produktlar haqiqatdan produkt sifatida ya'ni mahsulot sifatida rivojlantirilib bu industriyaga o'tilgan holatda industriyada odamlar uchun foydalanilyapti va haqiqatdan dunyo miqyosida chunki nafaqat Angliya bo'yicha, chunki boshqa davlatlardan ham, Amerikadan, Fransiyadan va hokazo bu yoqda uzoq sharqdan ma'lumotlar analiz qilinib, avtomatik tarzda analiz qilinib, natijalar chiqarib, bu narsalar tasdiqlanib boryapti. Ya'ni o'sha oldinni ko'ra olib, investitsiyani kutgan holatda natijani kutishga rozi bo'lgan demoqchiman. Ya'ni O'zbekistonda ham hozir shu narsani qilsa bo'ladi. Aytaylik, tibbiyot sohasida komanda tuzib turib, yillar davomida ma'lumotlarni yig'ib borib, 5 yildan keyin o'sha natijalarni ko'rsa bo'ladi demoqchiman. 5 yilgacha lekin investitsiyani tikib, kutib turish kerak. Ya'ni kutib o'tirmaydi, tushunarli, baribir. Keyingi savol. Mohiradan: Assalomu alaykum. Alaykum assalom. 2024-yil formalin ishlab chiqarishni avtomatik boshqarishda data science qo'llab PhD himoya qilmoqchiman. Formalin deganini tushunmadim. Ishimni davom ettirish niyatidaman. Nima maslahat berasiz? DS-ni chet elda qilishim mumkinmi? Ya'ni O'zbekistondagi PhD chetda tan olinadimi va men nimalarga e'tiborli qanday vazifalarni bajarishim kerak bo'ladi? Sinchilik bo'yicha bilimlarimni kengaytirish bo'yicha qanday bepul saytlarni taklif qila olasiz? Xo'p, O'zbekistondagi PhD chetda tasdiqlanadimi yoki yo'qmi? Bu O'zbekistondagi universitetga bog'liq. Xo'p, agar akkreditatsiyadan o'tgan yaxshi universitet bo'ladigan bo'lsa, juda ko'p holatlarda qabul qilinadi. O'zbekistondagi o'sha davlat universiteti bo'ladigan bo'lsa, ko'p universitetlar ya'ni nimadan o'tgan, akkreditatsiyadan o'tgan va tan olinadi. Faqat kuchsiz deb qaraladi, to'g'risi. Misol uchun aytib bilsanglar kerak, bizda Oxford Islamic Center bor. Oxford Center for Islamic Studies ofitsial nomi. Ana shu joyda o'zbeklar doim kelib turadi. Hozir ikkita o'zbegimiz bor edi. Bittasi yaqinda tugatib, martda o'sha qaytib ketdi. Ikkinchisi hozir ham bor, shu yerda ishlayapti. Ular ham magistraturasini, doktoranturasini ham O'zbekistonda universitetda qilgan va bu yerga kelish, ya'ni Oxford Centerdagi alohida institut bo'lgan bilan ham shu institutga kelib ilmiy ishini qilish imkoniyatiga ega bo'ldi va polniy funding bilan qilib kelyapti. Ya'ni ular aytdi, lekin postdoc qilish uchun imkoniyatlarni ko'rdim. O'zbekiston diplomi bilan ozgina qiyin bo'lyapti. Ya'ni ular tan olmaydi emas, balki kuchsiz darajada deb ko'radi baribir.
aytaylik yuqori to'pli universitetlar, nomi chiqqan universitetlarga solishtirgan holatda shuncha ozgina qiyinchilik bo'ladi. Lekin bu degani ya'ni qilib bo'lmaydi degani emas. PhDni tugatayotgan bo'lsangiz, postdoklarga topshirib ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi nimasi, taklif qilayotgan narsam bu etapma-etap topshirsangiz bo'ladi. Ya'ni meni holatimda ham bakalavr O'zbekistonda bo'lgan. Undan keyin magistraturani o'rtaroq darajadagi, O'zbekistondagi darajadan yuqoriroq, lekin top-boy bo'lmagan o'rtaroq darajadagi universitetga chiqib, undan keyin yana bitta sakrab chiqqanman. Ya'ni o'shanaqangi etapma-etap sakrab chiqsangiz bo'ladi. Aytaylik, top 300 ta, 500 talikka kiradigan universitetlarni ko'rib turib, ular bilan avvaliga aloqa qilib olib, ular bilan kontrakt tuzib, 1 yil ishlab turib, undan keyin yana yuqori darajaga sakrab chiqsangiz bo'ladi. Chunki o'sha 1 yil davomida ishlaganingiz sizga qo'shimcha nima bo'ladi? Stepping stone deymiz, ya'ni chiqish uchun zina vazifasida egallab beradi. Hop, suningchilik bo'yicha agar ingliz tilini biladigan bo'lsangiz, eng yaxshi nima? Courseraga kirsangiz bo'ladi. Courseradagi kurslarni audit qilish hammasi bepul. Sertifikatini olaman degan bo'lsangiz, buni to'lashingiz kerak bo'ladi. Audit qilsangiz bo'ladi. Kirib hamma ma'lumotlarni, darslarni olsangiz bo'ladi. Bundan tashqari eng ko'p Stanforddan chiqadi. Suningchilikka tegishli bo'lgan theoretical narsalar, ya'ni matematik tarafdan, teoretik tarafdan tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, to'liq o'sha leksiyalarini qo'yib bergan. Juda ko'p Stanforddan, CMUdan, Carnegie Mellondan, keyin MITdan rosa ko'p darslar bor. YouTube'larda bor, o'zlarining veb-saytlarida ham bor. O'shalarni olsangiz bo'ladi. Hammasi tekin, bepulga. Lekin hech qanaqa sertifikat olmaysiz. Sertifikat olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, buni to'lashingiz kerak. Ya'ni ilm tekin, ilm tasdiqlovchi dokument pulli. Translatsiya onlayn, offline ko'rsa ham bo'ladimi keyinroq? Hozir rekord qilib boryapmiz. I hope so. Rekord bo'lgandan keyin ham xudo xolisa bo'lishaman. Keyingi savol: assalomu alaykum. Alaykum assalom. Computer vision bo'yicha o'rganib chiqqanman. Masters uchun qayerni tavsiya qilasiz? Men Tatuda diplomim bor, 4-11 als 6. Sohada junior sifatida chet elda ish topib, mastersni birgalikda qilsa bo'ladimi? Yoki rivojlanib olish uchun hozircha o'zimizda ishlab mastersni o'zimiz o'qiganimman. Maslahat berasizmi? Xo'p, Ikrombek, agar sizda IELTS 6 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ozgina push qiladigan bo'lsangiz, 6,5 ga chiqish qiyin emas. 6,5 deganim juda ko'p magistraturalar 6,5 talab qiladi va GPA'ingiz yomon emas ekan, yaxshi ekan. Va Tatuni o'qigan bo'lsangiz, ya'ni Tatuda baribir niqob bo'yicha o'qigan bo'lsangiz kerak. IT sohasi bo'yicha o'qigan bo'lsangiz kerak. Computer science yoki information technology shunga o'xshagan soha bo'yicha o'qigan bo'lsangiz kerak. Chetga harakat qilib ko'ring, chunki ishlashni yutkazmaysiz. O'zbekistonda Westminsterga o'xshagan joylar yaxshi, lekin birinchidan grant olishingiz qiyinroq. Ikkinchidan Westminster baribir biznes maktabi deb ko'riladi. Bu yerdagi o'tiladigan narsalar juda ham chuqur holatda o'tilmaydi. Sizda agar hozirgi holatingizda chetga bemalol topshirsangiz bo'ladi. Magistratura uchun ham grant yutsangiz bo'ladi. Masalan, Yevropada qilmoqchi bo'lsangiz, Chevening bor, DAD bor, anaqa Germaniyaniki, nimaniki Erasmus bor, butun Yevropaga qiladi. Undan keyin Italiyaning o'zini scholarship programmasi bor. Keyin Amerikaga qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, uniki bor. Hozir Amerikada ozgina muammolar bo'lib turibdi, lekin bor baribir anaqa. Nom nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Shu Erasmusga o'xshagan programmasi bor. Shularni qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari, agar moliyaviy tarafdan qiyinroq bo'ladigan bo'lsa, O'rta Sharqni ko'ring. Ya'ni o'sha Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Saudiyalarni ko'radigan bo'lsangiz, ularda universitetlar birinchidan kirish nimasi, o'ta talabi
o'ta Yevropanikiga o'xshab baland emas. Ikkinchidan, kirganingizdan keyin u yoqda funding olish juda oson. Odatda universitetga kirishingiz bilan sizga avtomatik scholarship beradi, undan tashqari grant beradi. Misol, men o'qigan joyni target qilib o'rganib ko'rsangiz bo'ladi. O'sha Muhammad bin Zayed University of AI Computer Vision bo'yicha alohida magistraturasi bor. Undan tashqari New York University bor, New York University Abu Dhabi, shu Amerikadagi NYU bilan bir xil diplom beradi. KAUST bor. KAUSTga kirish qiyin, to'g'risi, lekin topoviy universitet u ham. Undan keyin Qatarda o'sha USdagi yaxshi universitetlarni filialini ochishgan. O'shalarni ko'rsangiz bo'ladi. Ularga kiradigan bo'lsangiz ham ular 100% grant beradi. O'zbekistonda qilsangiz bo'ladi, lekin hozirgi holatingizda agar imkoniyatingiz bo'lsa, hech bo'lmaganda magistraturani chetda qilib ko'ring. O'zingizga katta foyda beradi. Dunyoqarashni rivojlantiradi. Keyin O'zbekistonda qaytib boradigan bo'lsangiz ham O'zbekiston bozorida ya'ni sizni nimangiz kattaroq bo'ladi. Qiymatingiz kattaroq bo'ladi, ish topishingiz osonroq bo'ladi yoki bo'lmasam tilingiz zo'rroq bo'ladi. Turkcha qilib aytadigan bo'lsak, foyda berishingiz ham ko'proq bo'ladi shunda. Hop. Abdulloh Shoh aka, shu video chatni yozib olib keyin guruhga tashlasangiz juda yaxshi bo'ladi. Xohlasa yozib boryapman, fikrimcha. Qarayapman shekilli, mana sotsial saytlarni juda uzoq tushib olmayapman. Lekin rekordni bosdim, I think. Va rekord bo'layotgan bo'lishi kerak. Rekord ketyapti. Xohlasa oxirida share qilaman. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Hop, sizga gap qo'ygan savollar. O'zaki gaplashamiz mumkin deyapti uni. Ishqilib anaqa unsocial bo'lib ketmadinglarmi? Tekst bilan gaplashganim yaxshi, o'zi bilan gaplashgandan ko'ra deb. Akmalbek, assalomu alaykum. Alaykum assalom. 11-sinfni tugataman. ITga qiziqaman, mustaqil o'rganyapman. Matematika, fizika o'qidim shu vaqtgacha. Ingliz tili darajam hali elementary. Shunga O'zbekiston qaysi universitetlarda topshirish maqsadida berasiz? Javob berish uchun oldindan rahmat. O'zbekistonda hozir ham yaxshi imkoniyat bo'lyapti. Ya'ni bir vaqt o'zida bir qancha universitetlarga topshirish. Westminsterga topshiring, INXAga topshiring. Keyin agar nima bo'lmaydigan bo'lsa, vaqtlari bir-bir bilan urushib ketmaydigan bo'lsa, ya'ni ustma kelib qolmaydigan bo'lsa, o'sha yangi ochilgan ITga asoslangan kichkina private universitetlarga ham topshirib qo'ying. Undan keyin TATUga topshiring. Shularga nima qilib turib, bir vaqtda topshirsangiz bo'ladi. Hech narsa yetkazmaysiz. Menimcha application fees ham bo'lsa 200 ming, 150 ming, 200 ming bo'ladi. Unaqa qimmat bo'lmaydi. Ya'ni bir vaqt o'zida hammasiga topshirib ko'ring. Hech narsa yetkazmaysiz, navrot imkoniyatlaringiz oshib boradi. Men o'zim ham universitetga bakalavriatga topshirayotgan vaqtimda Westminsterga topshirganman, INXAga topshirganman, Turinga topshirganman, Singapurga dokument topshirmaganman, lekin Singapurga yetarli raqam bor, chunki faqat IELTS so'rardi u paytda. Ya'ni bir vaqt o'zida ko'proqga topshiraoling. Keyingisiga o'tamiz. Abdulla Shoh. AI engineeringni mathsni o'rganish va qanday o'rganish, chuqur yoki ayni kerak bo'lgan joylarni o'rganish, umuman shular haqida aytsangiz. Men hozir Khan Academy'da recalculus ishlarni ko'rib chiqyapman. Linear algebra, prop, statsga o'tmoqchiman va bularni ham ayni xos qismlarni o'rganish yetarlimi? Qaysi manbalarni tavsiya qilardingiz? Xo'p, bu aynan mana shu savol bo'yicha anchadan beri post yozaman deb yuribman. Negadir shu narsa esimdan chiqib qolyapti post yozish vaqtida. Juda muhim savol deb bilaman. Hozirgi kunda qiyinchilikdan foydalanayotgan 4 ta guruh bo'ldi. 4 ta guruhga ajralinyapti. To'rtinchi guruh qiyinchilik haqida eshitmagan odamlar. Bularni chiqaramiz. Bular shu qishloqdagi buvlaringiz yoki shunga o'xshagan. Xo'p, asosiy 3 ta guruh bor. Eng quyi guruh bu qiyinchilik
tullari chiqqanda, qurollar chiqqanda, o'sha ChatGPTga o'xshagan yoki Midjourneyga o'xshagan narsalar chiqqanda, Instagramga chiqib qolib turib, mana shunaqa tool topdim, sizlarga ishlatsanglar bo'ladi deb reklama qiladigan yoki oddiy foydalanadigan odamlar, ya'ni bu consumerlar, foydalanuvchilar, bularga hech qanaqa matematika kerak emas, coding kerak emas. Bular shunchaki toollardan foydalanishni bilish kerak. Misol, shu maktabda o'qiyotgan bolalar bo'lsa, maktabda o'qiyotgan bolalar ishlatishni o'rgansa bo'laveradi. Ya'ni mahsulotni foydalanishni o'rganadi va qanday imkoniyatlarga ega ekanligini tushunishga yordam beradi. O'rtada AI engineerlar guruhi bor. Bular tayyor chiqqan modellarni, aytaylik o'sha OpenAI tomonidan yoki DeepSeek'ga o'xshagan chiqqan modellarni yoki bo'lmasam o'sha NLPdan chiqib boshqa turdagi kompyuter AIni boshqa sohalardagi modellarni ishlatadigan odamlar. Bular uchun matematika unaqa kuchli kerak emas. Ularga ko'proq coding kerak, programmalashtirish qobiliyatiga ega bo'lish kerak. Bular tayyor modelni oladi, o'zini ma'lumotini oladi va o'z ma'lumotiga moslashtirib oladi modelni. Bular uchun matematika uncha kerak emas. Tepada researcherlar, scientistlar bor. Bularga matematika juda ham muhim, programmalashtirish juda ham muhim. Aytgan pre-calculus ham, calculus ham, probability, statistics, linear algebra hammasi juda ham kerak. Chunki bular yangi turdagi modellarni o'zlari yaratishadi. O'sha GPT modellarini yaratgan odamlar yoki bo'lmasam o'sha Unetga o'xshagan CNNni rivojlantirgan odamlarni nazarda tutganman. Bular uchun matematikasiz imkoniyat yo'q umuman. Ya'ni juda ham muhim narsa. Chunki modellarni orqasidagi asli qilinayotgan barcha narsa hisob-kitob bo'yicha bo'ladi. Shuncha o'rganish kerak deb o'ylayman. Hop, keyingi savolga o'tamiz. Mohiba. Interesting. Cyber security bilan AI orasida bir-birini qaysi birini tanlashni bilmayman. Qaysi sohani tanlash qanday aniqlasam bo'ladi? Cyber security bilan AI o'rtasidagi sohalarni qaysi birini tanlasam bo'ladi? Xo'p, asosiy javob qiziqishingizga qarab turib tanlang. Qiziqishimni qanday aniqlab olaman deydigan bo'lsangiz, imkoni bo'lsa ozgina bo'lsa ham internshipga o'xshagan narsa qilib ko'ring. Misol, yoz kelyapti, yoz davomida 1 oy, 2 oy, 3 oy imkoni bo'lsa qaysidir kompaniyaga kirib o'sha sohada praktika qilib ko'ring. Praktika qilib ko'rsangiz, ana shu joyda o'zingiz bilasiz, haqiqatan sizga tortyaptimi shu narsa yoki yo'qmi, shu narsani bilib olasiz. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, keyin davom ettirib ketaverasiz. Sinab ko'rish kerak, boshqa nuqasi yo'q. Bundoq qaraganda restoranga kiryapsizda, restoranga kirib turib ikki xil ovqat bor. Ikki xil ovqatni qaysi birini tanlasamikin deb o'ylayapsiz. Ikkalasi ham chiroyli ko'rinyapti tashqarisidan. Lekin agar mazasini tatib ko'radigan bo'lsangiz, ikkalasini qaysi biri ko'proq sizga yoqishini bilsangiz bo'ladi. Endi ovqat misolida yoki muzqaymoq misolida aytsak bo'ladi. Muzqaymoqni haqiqatan tatib ko'rsangiz bo'ladi. Ozgina tatib ko'rasizda, qaysi biri ko'proq yoqishini bilib turib, keyin tanlov qilsangiz bo'ladi. Hop, keyingisi formalin bu kimyoviy kislota hisoblanadi. Bilmas ekanman. Hop, oxiriga yetib qoldik. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Menda ham shunday savol, ya'ni bakalavr o'zimizda White'da, lekin GP kamroq 60 atrofida bo'ldi, lekin 3-semestr Londonda exchange bor, IELTS 7.5 work experience bor. Hozir 1 yil gap year oldim GPA kamligi uchun. Shunga baholarim kamligi uchun magistratura qilishga qo'rqib qoldim. Qanday maslahat berasiz shu gap year va masters in computer science uchun? Javobingizni oldim. Rahmat. GPA haqiqatan qaraladi, lekin eng asosiy nima sifatida qaralmaydi. Ya'ni odamlarni solishtirayotganda kimnidir qaysidir narsasi afzalroq bo'ladi. Misol uchun sizda shu work experience bor va 1 yil davomida gap year olgansiz, ana shu joyda ham o'zingizda ishlayapsiz. Bu yerda 60 birinchidan
juda kam emas. Westminsterda o'qigan bo'lsangiz, chunki second class hisoblanadi. Yes, second class hisoblanadi, to'g'rimi? Second class, first class emas, second class hisoblanadi, which is still fine. Magistratura topshirayotganingizda, o'zim ham Westminsterda o'qiganligim uchun aytolmayman. Biz atrofimizdagi, meni atrofimdagi o'qigan bolalarni yarmidan ko'prog'i magistraturaga chiqib ketdi-da. Juda ko'plari chetdagi yaxshi universitetlarga topshirgan va yaxshi universitetlarda o'qidi. Ular topshirganlarni aksariyat qismi scholarship bilan o'qigan, ya'ni aytmoqchi bo'lganim o'sha DATga o'xshagan, Chivninga o'xshagan yoki universitetni o'zidan beriladigan scholarshiplar bilan o'qishgan, grantlar bilan o'qishgan. Ya'ni va ularni hammasi 70+ olgan bolalar emas, 60+ olgan bolalar ko'p, 50+, 55+ topshirgan odamlar bor. Baho qaysidir sohada, aytaylik, qaysidir kursda rosa ham past bo'ladigan bo'lsa, ana shu kurs bo'yicha siz qo'shimcha explanation bersangiz bo'ladi, ana SOP yozayotganingizda. Misol uchun, aytaylik, computer science'ga tegishli kurs olgansiz, aytaylik, programming 101 olgansiz, introduction to programming. Bahoyingiz past bo'lib qoldi. Mana shu joyda aytsangiz bo'ladi. Men shu programmalashtirish kursiga birinchi marta hayotimda kirib keldim. Juda ham challenge sifatida ko'rdim. Menga challenge bo'lganligi uchun rosa yoqdi, lekin rosa qiynaldim. Va bahoyim past bo'lganligi uchun men asosiy e'tiborimni yoz davomida internship qilib, experience orqali o'sha narsani qoplab oldim, yig'ib oldim va bu narsa keyingi programmingga tegishli kurslarda reflect bo'ladi, bo'lib turibdi deb aytsangiz bo'ladi. Misol sifatida aytyapman. Ya'ni bahoyingiz qaysidir kurs uchun juda past bo'ladigan bo'lsa, u narsani o'sha SOPda isbotlab o'tib ketsangiz bo'ladi. Yoritib o'tib ketsangiz bo'ladi. Va qo'rqish kerak emas. Aytganimdek, o'sha universitetga topshirayotganda hech narsani tutkizmaysiz. Aytaylik, 50-60-100 dollargacha bo'lgan pulingizdan tashqari. Aytib o'tganimda, o'sha guruhlarga bo'lib olib turib, eng zo'r universitet, o'rtacha universitet, eng past universitet turib topshiradigan bo'lsangiz, ko'proq imkoniyat bo'ladi. Men o'zim ham shunaqa topshirganman. Juda ko'p universitetlarga topshirayotganda hammasi shunaqa topshiradi. Bitta Garvardga topshirib kirdim yoki bo'lmasam Oksfordga topshirib kirdim degan narsa bo'lmaydi. Misol uchun, doktoranturaga topshirgan vaqtim o'zida ham Oksfordda o'zida ikkita universitetga, undan keyin yana to'pov universitetlarning bir qanchasiga topshirganman. Xo'p, keyingisi. Westminster ikkinchi kursni bitirdim. White graduate sifatida nima maslahat berasiz? Masters yaxshi universitet qilish uchun hozirdan nimaga tayyorgarlik ko'rishim kerak? Bu umuman student life haqida maslahatingiz. Westminster ikkinchi kursni o'qigan bo'lsangiz, 3-4 bahosi ko'proq rol o'ynaydi. Baholarga o'sha e'tibor qaratmang. Mana yuqoridaqa o'ylanib o'tirmaysiz keyin boshqa universitetga magistraturaga topshirayotgan vaqtingizda. Undan keyin imkoni boricha ko'proq anaqalarni sinab ko'ring o'zingiz uchun. Bu yerda Westminsterda elective kurslar ham bor. Electivelardan ham o'zingizga qiziqlarini tanlab qaysi biri yoqadi va qaysi birini asosiy mavzui sifatida, o'zingizning hayotingizda kerak bo'ladigan mavzu sifatida davom ettirishingizni aniqlab oling. Misol uchun, web bo'yicha ketasizmi yoki bo'lmasam machine learning bo'yicha ketasizmi yoki bo'lmasam mobile application bo'yicha ketasizmi va hokazo. Database bo'yicha shu yoki bo'lmasam biznes tarafdan ketasizmi. Shu narsalarni imkoni boricha mazasini tatib ko'ring. Kurslarni asosiy e'tibor shu soha menga yoqadimi yoki yo'qmi degan savolga javob berishga harakat qiling. Magistraturaga topshirish aytadigan bo'lsak, 1 yil oldin topshirasiz. Shu narsani hisobga olgan holatda oldindan tayyorlanib boring. Bunda o'sha IELTS, GRE tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi oldindan. Meni o'zim ham 1 yil gap year olganligim sabablardan bittasi, ya'ni Westminsterdan keyin 1 yil gap year olganim sabablardan bittasi GRE'im hali tayyor emas edi. GRE'ni topshirish uchun IELTS muammo emas edi.
chunki o'sha universitetga kirganimda 7,5 edi. Qaytadan topshirish 7,5, 8 olish muammo emas edi. GREga tayyorlanmagan edim. Shuning uchun 1 yil gap yera olaman-da, GREga hardcore tayyorlanib, keyin nima qilaman deganman. Bu narsani ya'ni kechroq universitet tugatgandan keyin boshlaganman. Shuni 1 yil oldin boshlasangiz yo hozirdan boshlasangiz bo'ladi. Universitetga topshirayotganingizda baribir standartlashtirilgan testlar hozir yana qaytib kelyapti. Covid paytida ozgina olib tashlashganda, yengillashtirishganda, hozir yana qaytib kelyapti. Kecha kuni ham Economist o'qigan edim. Ko'p universitetlar qaytaroq olib kelishni ya'ni qo'llab-quvvatlayapti, chunki ilmiy ishlar chiqyapti. O'sha standartlashtirilgan test qancha yaxshi bo'lsa, odamning natijasi, kelajakdagi natijasi yaxshi bo'ladi degan ma'nodagi ilmiy ishlar. Xo'p. Student life, social activitylarga ham qatnashing. Men o'zim ozgina awkward odamman, introvert odamman. Social activitylarga ko'p qatnashmaganman. Bu narsa o'sha communication skilllaringizni rivojlantiradi, presentation skilllaringizni, o'zingiz haqingizda gapirishni va hokazo o'sha narsalarni rivojlantirishga yordam beradi. Agar vaqt ajrata oladigan bo'lsangiz, qiling o'sha narsalarni ham. Keyinchalik baribir soft skill bu eng muhim narsa. Keyinchalik o'ziga katta foyda beradi. Hop, keyingi savol. Temurbek, alaykum assalom. Aka, universitetingizda talabalar startup kabi loyihalarni olib chiqishlaridagi taqdimotlar namunani tashlab bera olasizmi yoki unisi o'quv jarayonidagilar bo'lsa ham? Startup kabi loyihalarni olib chiqishdagi taqdimotlari. Hop, o'qishni eng katta nimalardan bittasi shu startaplarni rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi. Nima deydi? Bu yerda spin outlar deyiladi. Ya'ni startaplar universitetni ilmiy ishidan spin out bo'lib, startup bo'lib chiqqan kompaniyalar. Judayam ko'p bunaqangi kompaniyalar. Chunki har bir qilinayotgan doktorantura ilmiy ish spin out bo'lib chiqishga e'tibor qaratishadi. Imkoni boricha chiqarishga harakat qilishadi va birinchi navbatda shu Oxford o'zi Oxford University Innovations degan nimasi bor, departamenti bor. Ular institutga kiritadi va egalik qilish huquqiga ega bo'ladi. Ya'ni IP rightlardan bir qismini egasi bo'ladi. Taqdimotlarini publishni qayerda bor ekan, e'tibor qaratmagan ekanman, lekin eventlar rosa ko'p bo'ladi. Agar Angliyada yashaydigan bo'lsangiz, kelishingizni tavsiya qilaman. Hop, hozir ko'p emaillar kelardi universitetdan. Oxford AI Society bor. Oxford AI Society. O'sha narsani ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda prezentatsiyalar bo'ladi. Aynan nimadan tashqari startup bo'yicha. AI Summer Internship Program degan narsa bo'lyapti ekan hozir. Emaillar ko'ryapman. Looking for hands-on experience on innovative startup this summer. Join the Oxford AI Summer Internship Matching Program. Bu yerda o'sha pitch qilasiz, ishlaringizni, proyektlaringizni ko'rsatasiz, keyin competition bo'ladi va hokazo. Bu narsani faqat Oxford uchunmikan, hamma uchunmikan? Men share qilib qo'yaman. Nimada? Deydi. Kirib o'rganib ko'ring. Bu yerda Oxbridge AI startup. Oxbridge o'sha Cambridge bilan Oxford birgalikda qiladigan narsalar Oxbridge bo'ladi. 18-martda Cambridgeda bo'lgan ekan, 30-aprel Oxfordda bo'lar ekan. Bunaqa narsalar ko'p bo'ladi. Hozir nimani o'zi xayolimga kelmayapti. Boshqa turdagi
taqdimotlari, ya'ni prezentatsiyalarni o'zi. Agar davrim kelsa tashlab qo'yaman ham. Keyingisiga o'tamiz. Hop. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Master's degree dissertation haqida maslahatingiz bergandingiz. Computer va data science bo'yicha qilinsa. Menimcha birinchidagi savollarida dissertation bo'yicha aytib o'tdim. Bu narsani hozir videoni upload qilganimni yana bir marta ko'rsangiz bo'ladi. Vaqtimiz tugab qolyapti, shuning uchun keyingilarga o'taman. Hop, 3-kursda research qilish possible deb o'ylaysizmi Westminsterda? Agar ha bo'lsa, kimdan yordam so'ragan bo'lardingiz? Professorlardanmi? Ya'ni professorga randomly borib I want to make research desa bo'ladimi? Keyingi yildan major computer science ga o'tmoqchi edim. Westminsterda computer science ochildimi? Yo'q shekilli. Research bo'yicha ha bo'ladi. Odatda o'sha Westminsterdagi nima qilayotgan ishlayotgan professorlar research qilish majburiyati bor. Ayniqsa professor bo'ladigan bo'lsa, borib turib, misol Dilshod akaga shu yerda bo'lish kerak. Ancha bo'ldi ular bilan gaplashmaganimizga, Westminster bilan o'qiganimizga. Dilshod aka doktoranturasi bor, Doctor of Science ham bor. Ular research qiladi har doim. Keyin Shirin research qiladi. Yana kimlar bor? Hozir ismlari Abdumalik aka, ular ham doim computer science ga tegishli researchlari bor. Hozir hammasini ismlari esimdan chiqib ketgan, ya'ni lekin borib aytsangiz bo'ladi. O'zingiz bilan ishlamoqchi bo'lgan professorga researching bormi? Agar bor bo'lsa, men senga assistent bo'lib bekorga free of charge ishlamoqchiman, experience uchun hamma yordam berishga tayyorman desangiz, odatda agar nimangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, aloqangiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yo'q demaydi. Hop, keyingi savol Azizbekdan. Xitoyga o'qishga topshirmoqchiman bakalavr CS texnology uchun. MPU top 3 salaydi. Sun'iy intellektga qiziqyapman. Sizga o'xshab top universitetga magistratura qilish niyatim bor. Bakalavr davrida GPA test skoridan tashqari nimalarga kuchli e'tibor qaratishni maslahat berasiz? Xo'p, top 3 salayda bo'ladigan bo'lsa, topshirsangiz sizga yaxshi bo'ladi. Chunki top 3 salaydan keyin top 100 talikka bemalol sakrab chiqib olasiz. Magistraturaga demoqchiman. CS bilan texnology bo'yicha sun'iy intellektga qiziqayotgan bo'lsangiz, o'sha sun'iy intellektga tegishli bo'lgan kurslarni oling. Machine learning, data science, probabilities, linear algebra, shunga o'xshagan kurslarni elaktsiz bo'ladi. Juda ko'p davlatlarda baribir o'sha elaktivlari bor. Shularni olib o'qib ko'ring. Ya'ni qiziqishingiz qanchalik ekanligini bilib olasiz. Bakalavr davrida GPA va test skordan tashqari portfolioni o'zini rivojlantirishga e'tibor qarating. O'sha imkoni boricha har bir qilayotgan ishingizni GitHubga nima qilib ketsangiz bo'ladi, push qilib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha yerda sizda trend bo'ladi. GitHubga push qilib ketsangiz bo'ladi, proyektlaringizni publichni ochiq qilsangiz bo'ladi, bir qancha narsalarni. Undan tashqari LinkedIn ochib qo'yinglar. LinkedIn ochib, hozirdan hammaga zapros tashlamasdan o'zingizlarga tegishli bo'lgan odamlarni birma-bir yig'ib kelsanglar bo'ladi. Hozirdan yig'ib boradigan bo'lsanglar, o'sha magistratura paytiga borganingizda o'zingizga kerakli bo'lgan odamlar yig'ilib qoladi. LinkedIn juda kuchli narsa, ya'ni juda yaxshi ishlaydi. Yana social eventlarga qatnashsangiz bo'ladi. Social eventlar ya'ni sizni nima ekanligingizni ko'rsatib beradi. Haqiqatan part of the community ekanligingizni ko'rsatib beradi. Undan tashqari, agar research qila oladigan bo'lsangiz, research qiling. Yozgi internshiplar, yoz paytida o'zbeklar baribir nima qilishga e'tibor qaratadi, qo'shimcha pul topishga. Agar imkoniyatingiz bor bo'lsa, moliyaviy jihatdan qiynalmayotgan bo'lsangiz, internship qiling, ishlashni o'rniga. O'sha Xitoyda o'zida yaxshi universitet kompaniyalar bor. Yoki bo'lmasa Xitoy atrofida Koreyaga, Yaponiyaga, shunga o'xshagan joylarga borib qilsangiz bo'ladi. Yoz davomida internshipga e'tibor qarating. Misol, pizza do'konida ishlashdan ko'ra demoqchiman.
Sizga keyinchalik o'zingizni o'qishingizga ham yordam beradi. Hop. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, vaqtimiz ham bo'ldi. Kommentdan boshqa tashqariga chiqolmadimi? O'zinglar bilan gaplashaman degandim. PhD soha tanlashga maslahat bersangiz, data science, data analytics sohasida ishlaydiganlar uchun qanaqa soha bilan bridge qilsa bo'ladi siznikiga o'xshab? Data science'da geology bo'yicha, geology emas, geografiya bo'yicha so'ragan edingiz. Data science'ni ixtiyoriy soha bilan bog'lasa bo'ladi, chunki hozirgi kunda qaysi sohani olmaydigan bo'lsangiz, u yerda ma'lumot yig'ilib boryapti yoki yig'ib olsa bo'ladi va ma'lumot shunaqangi ko'payib ketyaptiki, u yerda undan to'g'ri qaror chiqarish, ya'ni to'g'ri qaror chiqarib olishingiz uchun sizga katta foyda beradigan oltin yotibdi-da u yerda, ya'ni u narsani chiqarib oladigan o'sha data science'dagi odamlar bo'ladi. Bu o'sha marketing bo'ladimi, bank sohasi bo'ladimi yoki bo'lmasam o'sha ilmiy sohalar aytaylik, tibbiyot, geologiya, geografiya, astronomiya, biologiya va hokazo. Ya'ni har biriga bog'lasa bo'ladi, chunki har birida ma'lumot bor. Endi qaysi birini tanlayman degan bo'lsangiz, bu o'zingizni qiziqishingizdan kelib chiqing. O'sha data sciencedan tashqari yana nimaga ko'proq qiziqasiz? O'sha qiziqishingizga asoslanib turib nima qilsangiz bo'ladi, integratsiya qilsangiz bo'ladi ikkita sohani. Va hozirgi kunda ikki plus sohalar integratsiyasi, ya'ni multidisciplinary deyiladi. Turli xil sohalarni birlashmasi rivojlanib boryapti va bundan qochish imkoniyati bo'lmayapti. O'sha data science bilan qaysidir bankingni olib yoki bo'lmasam bankingdan tashqari finance olib turib bitta odam o'zi o'sha narsalarni qilishga to'g'ri kelyapti. Qiziqishiga qarab turib tanlab ko'rsangiz bo'ladi. Hop, keyingi savol. Self study uchun free online manbalarni ulasha olasizmi? Roadmap, backend, data analytics, data science mentorlik qilasizmi? Hop, nima postlar ham qilganman, bitta emas, anchagina postlar qilganman free resurslar bo'yicha. Undan tashqari o'sha boyroqda aytib o'tganimdek, aynan data science, data analytics, AI bo'yicha nimalar YouTube'da kiradigan bo'lsanglar, o'zi Stanfordni, MITni, Garvardni, Carnegie Mellonni juda ko'p kurslari bor, Berkeleyni, UC Berkeleyni juda ko'p kurslari bor. Bular leksiya sifatida haqiqatdan kirib detalni o'rganadigan bo'lsangiz, teoretik tarafdan o'rganadigan bo'lsangiz, shu nimalar bor. Undan tashqari sal yuqoriroq darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, Courseraga kirsangiz bo'ladi, edXga kirsangiz bo'ladi. Ular sal foydalanuvchi sifatida o'ta teoretikga kirmagan holatda o'rgatadi. Courseralar bepul, ochiq, bemalol kirib o'rgansa bo'ladi, audit qilsangiz bo'ladi, ya'ni. Undan tashqari free code campersmi? Free code camp kirsangiz, free code camp rosa ko'p nimalar bor, programmlashga tegishli bo'lgan kurslar bor. Deyarli hammasi tekin. Eng katta platforma menimcha o'sha bo'lsa kerak. Undan tashqari pullilari ham bor. Bepullari ko'proq shu hozir hayolimga kelayotgani. Mentorlik bo'yicha bo'lsa, mentorlik nimaga qarab? Proyektga qarab, ba'zida proyekt turibman. O'sha holatlarda post qilib aytaman, menga nima kerak, mentorlar kerak deb. Undan tashqari odatda mentorlik qilish uchun bir mavzuni tanlab proyekt qilish yoki skop yo'q demoqchiman. Qandaydir bir skop ostida, mavzu ostida birlashadigan bo'lsa, mentorlik qilsa bo'ladi. Hozircha ayni vaqtda bo'layotgan narsa yo'q. Savollarimiz tugadi kommentda. Bir vaqtimiz ham o'tib ham ketdi. Demak,
Hop, oxirgi bitta savol qilamiz, shu bilan tugatamiz xohlasam. Suhbat Ovqatxon opa ekan. Vaalaykum assalom. Sizga avval ham yozgandim. O'g'lim biz primary schoolda 11 sinf. Hozir depressan 625 imtihonlaridan o'tdi. Turkiya burslari ham Turkiya burslariga ham imkoniyati bor hali. Top 300 qaysi nisda o'qigani yaxshi? Derbisanni ko'raychi, tushungan ekanman. Depresan Vengriya ekan. Vengriya va Turkiya. Hop, 11 sinf tugatgan bo'lsa, kelasiga ham topshirsin. Birinchidan O'zbekistonda kimyo yo'nalishida o'qigani yaxshimi? Topshirib ko'rsin uchalasiga ham, chunki bir-biriga nima qilmaydi, xalal bermaydi. Topshirib bo'lgandan keyin, natijalar chiqqandan keyin unda o'sha qo'lingizdagi natijalarga asoslanib turib qaror qilsa bo'ladi. Natijalar birinchidan o'sha universitetda qaror qilayotgan o'sha universitetda rankingiga, misol Turkiyada top 300 bo'lsa, Vengriyada top 625 bo'lsa, Turkiyani afzal ko'rsangiz bo'ladi. Bundan tashqari qanchalik funding olgan yoki olmaganligiga qarasangiz bo'ladi. Fundingi bu ya'ni ba'zida to'liq grant beradi, ba'zida qanchadir miqdorda grant beradi. Va oilaviy sharoitdan kelib chiqib, agar yuqoriroq universitetdagi ranking universitet yuqoriroq bo'lsa-yu, lekin grant kamroq bo'lsa, lekin siz o'zingiz to'lab bera oladigan bo'lsangiz, unda yuqoriroq darajani tanlagan yaxshi, chunki keyingi etapda yana ham yuqoriroqqa chiqishga imkoniyati yaxshiroq bo'ladi. Shunda qiyinchilik kamroq bo'ladi. Keyin joylashuv jihatdan, ya'ni Vengriya, Turkiya, bunday olib qaraganda chiqarganingiz yaxshi. Dunyoqarashi o'zgaradi, ya'ni dunyoni ko'radi. O'sha orqali sizlarni ham, misol uchun, ota-onasini ham chaqira oladi, ya'ni o'sha joyda mehmon qila oladi. Hech bo'lmaganda bir haftaga aylanib kelsanglar bo'ladi. Davlatlar tarafdan qarasanglar bo'ladi. Misol uchun, Turkiya bilan Vengriyani katta farqi yo'q, ya'ni ekonomik tarafdan. Turkiyada ko'proq musulmonlar, o'sha jihatdan afzalligi bor, lekin stabillik hozir, politik stabillik unchalik yaxshi emas. U yog'ini plyus-minuslari endi ko'rish kerak bo'ladi. Aytmoqchi bo'lganim, hozir universitetga topshirsan, hammasiga topshirgandan keyin, qo'linglarda natijada bo'lgandan keyin yana bir qator o'ylab ko'rsa bo'ladi bu narsani. Hop, shu bilan nimamizni tugatamiz. Yarim soat bo'lib ketdi. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Barcha qo'shilganlar e'tiboringlar uchun rahmat. Yaxshi bo'linglar. End live stream. End live stream.